Yaqinqi mezgillarda ijtimoiy axborotlarda Turpanda 80 yoshlik sobiq soqchi boshlig'i Habibulla Abdulla va uning soqchi sohasida xizmat qilayotgan farzandlaridan bo'lib, oilasidan jami 7 kishining tutqunda ekanligi xabar qilindi. Erkin Osiyo radiosining xabariga qaraganda, mazkur oilaning Turkiyada yashayotgan a'zosi Malikzod Habibullaning guvohlik bayonotlaridan ma'lum bo'lishicha, sobiq soqchixona boshlig'i 80 yoshlik Habibulla Abdulla Turpan Chatqal yezliq soqchixonasida 30 yilcha xizmat qilgandan keyin 1997-yili dam olishga chiqqan. O 2017-yili 4-oyda 75 yoshlik ayoli Maryam Tursun bilan birlikda noma'lum xatoligi sababli tarbiyalash markaziga kitilgan. Orqadan ularning turma va soqchixonalarda ishlayotgan farzandlari Olim Habibulla va Mehray Habibulla, orqadan maktab va shirkatlarda ishlayotgan farzandlari Aygul Habibulla, Mehmet Habibulla va Bahorgul Habibulla tutib ketilgan. Yaponiya matbuotlari kasal ekanligi to'g'risida xabar tarqalgan Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Unning o'simlik odam bo'lib qolganligini o'tirg'a qo'ygan. Egillanishicha, Kim Jong Unning salomatligi mag'lubiyatlik bir operatsiyadan keyin nacharlashgan. Yaponiyada nashr qilingan Shukan Gunday haftalik jurnali Shimoliy Koreyaga borgan deb qaralgan Xitoy sahiya atirtining biridan erishgan uchurni xabar qilgan. Jurnalning xabariga qaraganda, 4-oyning beshida Kim Jong Un yezilarni ziyorat qilganda ko'krikini tutib, so'l tarafiga yiqilib tushgandan keyin yinidagi doktorlar tarafidan eng yaqin doktorxonaga olib berilgan. Shukan Gunday jurnalining oliy avtorlarining biri bo'lgan Daesoki Kondoning aytishicha, Kim Jong Un Shimoliy Koreyalik doktorlar tarafidan operatsiya qilingandan keyin o'zining ziyoda semizligi va doktorlarning endisi sababli ahvoli og'irlashgan. Reuters agentligining noma'lum manbalardan xabar qilishicha, Xitoy Kim Jong Unning salomatlik ahvolini tekshirish uchun Shimoliy Koreyaga bir sahiya qo'shin avatgan. İsrailiya poytaxti Tel Avivda mingga yaqin kishi Xitoy virusi kirsiga qarshi kurashda barliq huquqning Netanyahuning qo'liga ilib olganligiga qarshi namoyish o'tkazdi. İsrailiya taratqullarining xabar qilishicha, Xitoy virusi yuqumiga qaramasdan Tel Avivdagi Rabin maydoniga yig'ilgan minglagan kishi parxo'rlik bilan ayblanayotgan Netanyahuga qarshi namoyish o'tkazgan. Egillanishicha, namoyishchilar vabo mezgilida barliq huquqning Netanyahuga berilishiga norozilik bildirgan. Yaqinda Netanyahu o'qituvchi partiya rahbari bilan birlashma hukumat qurishda birdaklikka kelgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Bengal amaldorlarini Bengal qo'ltig'idagi kemalarda turib qolgan arakanlik musulmon panohlik tilaguvchilarni qabul qilishga chaqirdi. Bengal tashqi ishlar ministri Abdul Mo'min yakshanba kuni Xitoy virusi tarqalish jarayonida arakanlik musulmonlarning bu davlatga kirishiga yo'l qo'ymaydiganligini aytgan edi. 2012-yili Bermining Arakan o'lkasida buddistlar bilan musulmonlar o'rtasida to'qinish yuz bergan bo'lib, bu voqeada musulmonlarni asos qilgan minglagan kishi qazo qilgan, yuzlagan uy va do'kon kuyib ketgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va xalqaro kishilik huquq tashkilotlari Arakan musulmonlarga qartilgan zo'ravonlikni milliy tozalash yoki irqiy qirg'inchilik deb ataydi. Amerika New York shtatining boshlig'i Andrew Cuomo hukumat buyrug'i bilan shtatidagi dorixonalarda Xitoy virusi siniqiga huquq berdi. Andrew Cuomo kundalik muxbirlarni kutib olish yig'inida shtatidagi Xitoy virusi to'g'risida uchur bilan ta'minlab, yuqumlanuvchilar sonining yanada ko'p ekanligini, ammo yangidan yuqumlanuvchilarning ozayotganligini aytdi. Mazkur shtatdagi Xitoy virusi sinoqlarining sonini ko'paytirganligini va sinoqdagi cheklamalarni bo'shatadiganligini bayon qilgan Cuomo, mustaqil dorixonalarning diagnoz qo'yish siniqi ilib bora oladigan yangi hukumat buyrug'iga imzo qo'yganligini aytdi.